Boshdan bo'ladi, arzon qilib beradi. O'zi qaysi birini olamiz? Endi aka olganga yarasha yangi 16 Pro Max olgan yaxshi-da. O'rta, mahallamda ukaxonam bo'ladi. Kelishtirib bo'lmasa, nima deydi, 16 Pro Max. 16 Pro Max ekan. O'shandan qilib berarsan, o'rta. Nima qilay, naqdga qilib beraymi yo 3 oydan 12 oygacha halol muddatli to'lovga qilib beraymi? Ha, 1 yilga qilib beraverasiz. Kimning nomiga qilib beramiz biz? Mana Shokir aka nomlariga qilamiz. Aka o'zingizga tushuntirdimmi? O'zingiz qilib beraverasiz. Uyaltirib qo'ymaysan endi. Vaqt-vaqtida to'ylagana, Xuloxon mahallamda ukam bo'ladi. Beravering, menga rasmiylashtirib. Bo'lmasa 5 umid kutib tursalaring, men buni iCloud'ni qo'yib, korobkasini olib qolaman. Ya Shokir aka, telefonni ochib qo'yishmasin, dadamlar sovg'a qilaman deganman. O'zlari ochgani yaxshi. Shunda berishaversin, ayting. Oshna, agar imkonimiz shunday beroq, adasiga sovg'a qilmoqchi ekan. Bugun tug'ilgan kunlari ekanda. O'zi korobkasi bilan bermasdim, sani hurmating beryapti. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Rahmat. Rahmat aka sizga. O'rta, uni telefon bergan ukaxoning 2 oydan maqsad to'lovda qilmayapti. Telefon qilsam telefoni o'chiq, o'zing biror nima qilib hal qilib bersang yaxshi bo'lardi. Meni ham hisob kitobim bor edi. Jamshid, nima eshitmanga ketyapsan? Baqirib, uyga borsam topolmayapman seni. Koyda men telefonni pulni bermayotgan ekansan, telefonlarni o'chirib qo'yasan, uyingga borsam yo'qsan. Oling, nima ekan deb o'ylabman. Aka jin ishlar o'xshamayapti. Jin o'rtag'ingizni tushuntirib turing, qilib beraman o'sha pulni. Hozir yonimda to'g'ri pulim yo'q. Ha, bo'lmasa telefonni chiqarib sotgin-da, bo'lmasa ber, qarz yomon narsa-da. To'g'risini aytsam, o'sha kuni pul zaril edi. Telefonni oldimda yarim narxiga bo'lsa ham sotib olib, ishimni hal qilib oldim. Hozir telefon yo'q yonimda. O'rtag'ingizni tushuntirib turing, sizdan pul olmaydi-yu. Aka, to'g'risi odam qarab turadi ana yerda. Ko'rishamiz, sog' bo'ling. Sen o'zing bitta telefon uchun dadamga deb yolg'on gapirganmiding menga? Birovdan omonatidan qo'rqqan. Og'ayni, sen yoningda ham men xijolatdaman. Ana ukaxonim Jamshid telefonni olib chiqib sotib olibdi dedi. Men ham oylikka ishlaydigan odamman. Birovning orasiga tushib olmasang. Chunjagimda ham 550 ming pul bor. Onam tug'ilgan kun ekan. O'rta, qiziqsana. Bu pulni olib qo'ygan, onaxonni meni nomimdan ta'minlab qo'ygan. Endi safar bunaqangi soddachilik qilmagan. O'sha kuni korobkasini so'raganda o'zi ko'nglim g'ash bo'ladi. Mayli, unaqa qilmayman endi, xudo xolasa. Bo'lmasa oshna uyga o'tgan, bugun onaxon xursand bo'lib qoladi. Azroq vaqt bersang qilib beraman o'sha pulni.